Bolam hech kelmayapti deb siqilib o'tirgandan ko'ra tezda mana shu pyureni bolajoningizga tayyorlab bering. Bu pyuremiz bolajonning ichini siz kutgandan ko'ra yaxshiroq ishlashga majbur qiladi. Avvalo biz vitamin va temirga boy bo'lgan brokolini yuvib olamiz. Asosiy ichni yumshatadigan sabzavotimiz kabachkini po'stidan tozalab to'rg'ab olamiz. 1 osh qoshiqda grechkani pyuremizga qo'shib yuborsak, yana ham to'yimliroq bo'ladi. Lekin yodingizda bo'lsin, grechkani ko'paytirib yuborsangiz, bolaning ichi yana ham qotib qolishi mumkin. Hammasini qozonchaga solib 15 daqiqa davomida qaynatib olamiz. Ezilib pishgan ovqatimizni blenderga solib, bir xil massa bo'lgunga qadar blenderlab olamiz. Tayyor bo'lgan pyuremizga 1 choy qoshiqda zaytun yog'i qo'shib yuboramiz. Zaytun yog'i hazmni yaxshilab, ich qotishini oldini olishda bizga katta yordam beradi. Eng asosiysi miya va nerv tizimi uchun juda ham foydali. Tayyor bo'lgan pyuremizni endi bolajoningizga berishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Zaytun yog'ini bolajoningizga berib ko'rdingizmi? Izohlarda yozib qoldiring.